Mexanika Nexia 3 ga qiziqqanlar bo'lsa, ikkinchi pozitsiya mexanika, oq rangda. Holati zo'r, holati yaxshi turibdi. Xo'p, 2019-yil Nexia 3. Xo'p, 162 ming yurgan ekan. Ichlari hamma yoq toza turibdi, zo'r turibdi. Xudo xolasa, chexol poliklarini hamma yoq qo'yishgan ekan. Mana ichlarini ko'rishlaringiz mumkin. Ichlari top-toza, qirilgan, shilingan joylari yo'q. Bir 30% kraskasi bor ekan. Ag'da-bag'da tekshirtirib olaverasizlar, любой joyda. Hop, benzinda minilgan ekan, hech qanaqa gaz fazi yo'q. Mashinani mana ko'rib, tekshirtirib, любой joyda tekshirtirib olaverasizlar. Mashina holati zo'r. Netlarda jicha kraskasi borga o'xshayapti. Atak mashina holati zo'r. $1800 bilan bankam qilib berishaverar ekan. любой mashinaga, qo'yilgan mashinalarga, любой mashinaga hop, generalni qilib berishaverar ekan. Akalar, bu mashinaning narxini 7000 deyapti. 1-2 so'm tushadigan joyi bor, menimcha. Kelib kapotini ustida tortishsalaringiz bo'laveradi. Mashinaning holati zo'r. Mana yonlarini ham ko'rsataman. Qirilgan, chizilgan joylari ko'rinmayapti. Endi atbatini qilib qo'yishgan, lekin mashinaning holati zo'r turibdi. Olib minishga tayyor. Xudo xolasa, mashina zo'r. Nexia 3 ga qiziqqanlar bo'lsa, shumkasi ham bor ekan mana. Eshiklarida shumkalari ham bor ekan. Nexia 3 ga qiziqqanlar bo'lsa, nomeri hop 91 671 54 54.